Allohning habibi Muhammad. Birinchi fasl, 20-qism. Allohim janobimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga haloyiqning har bir nafaslari va lafzlari adadicha salovatlaring bo'lsin. U zot sallallohu alayhi va sallamga dunyoni yaratgan kuningdan boshlab qiyomat kuniga qadar yaratgan mahluqotlaring adadicha har kuni 1000 marotabadan salovatlaring yog'ilib tursin. Nabiy sallallohu alayhi va sallamning boshlaridan kechirgan qiyinchiliklardan so'ng u zotni buyuk bir mukofot kutib turar edi. Payg'ambarimiz uchun kutilmagan bu mukofot Isro va Me'roj safari edi. Bu muborak safar u zot sallallohu alayhi va sallam uchun amakilari Abu Talib va ayollari Hadijaning vafotidan keyin Makka va Toif ahlidan yetgan aziyatlar uchun yupanch va tasalli bo'ldi. Albatta, u eshitguvchi va ko'rguvchi zotdir. Isro surasi 1-oyat. Hijratdan 1 yil avval Rajab oyining 27-kechasi Rasululloh amakilari Abu Talibning qizi Ummu Xoniyning uyida o'tirganlarda huzurlariga Jabroil keldi. Abdulloh ibn Mas'uddan rivoyat qilinadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga buroq olib kelindi. Buroq bir hayvon bo'lib, unga Rasulullohdan avvalgi o'tgan payg'ambarlar ham minishgan. Yugurganda tuyog'ini ko'zi yetgan nuqtagacha qo'yadi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytadilar: unga minish uchun yaqinlashganimda u qarshilik qildi. Shunda Jabroil qo'lini uning boshi ustidagi yoliga qo'ydi va: ey buroq, qilayotgan ishingdan uyalmaysanmi? Allohga qasamki, bundan avval ustinga Muhammaddan ko'ra azizroq biror banda minmagan dedi. Shunda u qilgan ishidan uyaldi. Hatto ter oqib ketdi. So'ng mening minishim uchun cho'kkalab o'tirdi, dedilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam osmon va yer orasidagi mo'jizalarni ko'rishlari uchun buroq yuqoriga qarab ko'tarildi. So'ng Baytul Maqdisga kelib to'xtadi. Payg'ambarimiz buroqni masjid eshigining halqasiga bog'lab qo'ydilar. So'ng Nabiy sallallohu alayhi va sallam masjid ichiga kirdilar. U yerda Ibrohim, Muso, Iso va yana bir guruh payg'ambarlar u zot bilan ko'rishish uchun to'planib turishganiga guvoh bo'ldilar. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam Ibrohim alayhisalomdan hayo qilib, u zotni imomlikka o'tib berishlarini so'radilar, lekin Ibrohim alayhisalom bosh tortdilar. Shunda Jabroil: ey Muhammad, o'zingiz imomlikka o'tib ularga namoz o'qib bering dedi. Shunday qilib u zot nabiy va rasullarning imomi bo'ldilar. Nabiy sallallohu alayhi va sallam Me'roj haqida shunday deganlar: Dunyo osmoniga ko'tarildim va u yerda bir kishi o'tirganini ko'rdim. Unga odam bolalarining ruhlari ko'rsatib turlardi.
Ba'zi ruhlar ko'rsatilganda xursand bo'lib, pok jasaddan chiqqan pok ruh der edi. Ya'ni ba'zi ruhlar ko'rsatilganda esa yuzini burishtirib, uf, nopok jasaddan chiqqan nopok ruh der edi. Bu kim, ey Jabroil dedim. Bu otangiz Odam. Unga zurriyotlarining ruhlari ko'rsatib turiladi. Agar mo'min insonning ruhi ko'rsatilsa, xursand bo'lib, pok jasaddan chiqqan pok ruh deydi. Kofir insonning ruhi ko'rsatilganda esa undan nafratlanib, yomon ahvolga tushadi va nopok jasaddan chiqqan nopok ruh deydi, deb javob berdi. So'ng lablari tuyaning labiga o'xshagan insonlarni ko'rdim. Qo'llarida olov parchasi bo'lib, uni og'izlariga tashlashar. Olov esa ortlaridan chiqib ketar edi. Bular kim, ey Jabroil dedim. Ular yetimlarning molini zulm ila yeydiganlardir, deb javob berdi. Keyin shunday qorinli insonlarni ko'rdimki, ularga o'xshaganini avval hech ko'rmaganman. Ular Fir'avn ahli yuradigan yo'ldan xuddi chanqagan tuyaga o'xshab yurishardi. Do'zaxga yuztuban tashlanishsa, do'zaxdagilar ularni tepkilab tashlashar. Ular esa joylaridan qimirlay olishmas edi. Bular kim, ey Jabroil dedim. Ular molni sudxo'rlik ila yeganlardir, deb javob berdi. Keyin shunday kishilarni uchratdimki, ularning bir tarafida yog'li barra go'sht, ikkinchi tarafida esa sassiq, chirigan go'sht turardi. Ular yog'li barra go'shtni qo'yib, sassiq, chirigan go'shtdan yer edilar. Bular kim, ey Jabroil dedim. Ular Alloh halol qilib qo'ygan ayollarni tark etib, o'zlariga harom bo'lgan ayollar bilan yaqinlik qilganlardir, deb javob berdi. Keyin meni ikkinchi osmonga olib chiqdi. U yerda xolavachchalar Iso ibn Maryam va Yahyo ibn Zakariya alayhissalomlarni ko'rdim. Keyin meni uchinchi osmonga olib chiqdi. U yerda to'lin oy kabi go'zal yuzli insonni uchratdim. Bu kim, ey Jabroil dedim. Bu birodaringiz Yusuf ibn Yaqubdir, deb javob berdi. Keyin meni to'rtinchi osmonga olib chiqdi. U yerda ham bir kishini uchratdim. Bu kim, ey Jabroil deb so'radim. Bu Idrisdir, deb javob berdi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam uni oliy maqomga ko'tardik oyatida ushbu zot zikr qilingandir, dedilar. So'ng Jabroil meni 5-osmonga olib chiqdi. U yerda soch soqoli oppoq, keksa bir kishini uchratdim. Undan ko'ra go'zalroq keksa kishini ko'rmaganman. Bu kim, ey Jabroil dedim. Bu qavmi orasida suyukli bo'lgan Harun ibn Imrondir, deb javob berdi.
Keyin meni 6-osmonga olib chiqdi. U yerda novcha, baquvvat va do'ng burunli bir kishini uchratdim. Bu kim ey Jabroil dedim. Bu birodaringiz Muso ibn Imrondir deb javob berdi. So'ng u meni 7-osmonga olib chiqdi. U yerda bir keksa kishi Baytul Ma'mur eshigi yonida kursida o'tirardi. Unga har kuni 70,000 farishta kirib chiqib ketardi. Bir marta kirgan farishtaning navbati qiyomat kunigacha qaytib kelmaydi. Sohibingizga undan ko'ra ko'proq o'xshash biror insonni ko'rmaganman dedilar. Sohibingiz deganda o'zlarini nazarda tutgan edilar. Bu kim ey Jabroil dedim. Bu otangiz Ibrohim Halilullohdir deb javob berdi. Keyin meni yana bir daraja yuqoriga olib chiqdi. Hattoki qalamlarning shitir-shitir ovozini eshitdim. Keyin Nabiy sallallohu alayhi va sallam Sidratul Muntahoga ko'tarildilar. So'ng Jabroilga qarab, "Qani yo'l boshlang, ey birodarim Jabroil" dedilar. Shunda Jabroil, "Bu yog'iga faqat o'zingiz borasiz, ey Muhammad. Agar siz yursangiz bora olasiz, ammo men qadam bosadigan bo'lsam, yonib ketaman" dedi. Nabiy sallallohu alayhi va sallamga bir kecha kunduzda 50 mahal namoz farz qilindi. Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: "Ortga qaytayotib, Muso ibn Imronning oldidan o'tib kelayotganimda, u mendan sizga qancha namoz farz qilindi deb so'radi. Bir kecha kunduzda 50 mahal dedim. Shunda u namoz og'ir, ummatingiz esa zaif. Robbingiz huzuriga qaytib boring hamda sizga va ummatingizga farz namozlarni yengillatib berishini so'rang" dedi. Qaytib bordim va Parvardigorimdan menga va ummatimga namozni yengillatib berishni so'radim. Robbim 10 mahalni qisqartirdi. Keyin ortga qaytdim. Musoning oldidan o'tayotganimda menga yana avvalgi gapini aytdi. Qaytib bordim. Robbimdan menga va ummatimga namozni yengillatib berishini so'radim. U yana 10 mahalni qisqartirdi. Musoning oldidan o'tayotganimda u yana avvalgi gapini qaytardi. Qaytib borib, Robbimdan menga va ummatimga yengillatib berishni so'radim. Robbim yana 10 mahalga qisqartirdi. Musoning oldidan har o'tganimda qaytib boring va Robbingizdan yengillatishni so'rang deb takrorlayverdim. Bu holat bir kecha kunduzda 5 mahal namoz qolguncha davom etdi. Keyin Musoning oldiga qaytdim. U yana o'sha gapini takrorladi. Shunda Robbimning huzuriga qaytib bir necha bor so'radim. Endi uyalaman, bunday qilolmayman dedim. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallam nido qiluvchining shunday nido qilganini eshitdilar. Ey Muhammad, ana shu 5 mahal namoz, kim ularni iymon bilan savob umidida ado qilsa, unga 50 mahal farz namozining ajri yoziladi. Xudo haqqi bu g'irt uydirma. Bir kechada osmonga ko'tarilib, Masjidul Aqsoga borib kelganmish. Muhammad bizga va ashablariga yana bir yolg'on to'qidi. Gapiradigan gapi qolmagandan keyin yana bir uydirma to'qibdi-da.
Ba'zi musulmon bo'lganlar dinlardan qaytishdi. Odamlar Abu Bakrdan so'rab ko'rish uchun uning oldiga borishdi. Ha. Ey Abu Bakr, do'sting nima deyotganini eshitdingmi? Aytishiga qaraganda bu kecha Baytul Maqdisga borib namoz o'qibdi va yana shu zahoti Makkaga qaytib kelibdi. Abu Bakr ularga yolg'on gapiryapsizlar dedi. Ana qara, masjidda odamlarga shunday deyapti. Abu Bakr shunday dedi. Allohga qasamki, agar u zot shunday degan bo'lsalar, rost aytibdilar. Bundan ajablanyapsizlarmi? Xudo haqqi, u zot kecha-yu kunduz o'zlariga Allohdan xabar kelishini, osmondan yerga vahiy nozil bo'lishini aytsalar ham buni tasdiq etyapman-ku. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam. Allohning habibi Muhammad sallallohu alayhi va sallam